Yangi Bozor City domlarında bir pasport evazine kvartiralar berib turgan ekan. Bir dana pasportga kvartira beraman degan ekansiz. Shuna bir xalqimizga bir tanishtirib bersangiz, o'zim ham qiziqib keldim-da. Bir kanalı, iki kanalı joylar bo'ladi. Joylarni obzorini ko'rsatib o'tamiz. Bir kanalı joyimiz bo'ladi. Bir kanalı joyda giraverish qismini e'tibor berib o'tasizlar. Perxojasi katta olingan bo'ladi. Bu yerda esa sanuzel qismi bo'ladi. Bu yon tarafda esa zali bo'ladi. Bir xona kvartira bor. Bu yon tarafda kuxnyasi bo'ladi. Oynali balkon. Bu yon tarafı balkon bo'ladi. Balkonlar ham katta olingan. Bu korobka holatida mashina hozir. Shu joyning turishi korobka holat, ko'rib turganlarim. Balkonlar ham keng ekan, ha? Balkonlar ham katta olingan. Joyimizning kvadrat metri 48 metr kvadrat. Buni ikki xonali foydalansam bo'ladi. Nishab deydigan bo'lsangizlar, perxojaga kuxnyani chiqarib turib, birini spalni, birini zalni foydalansangiz ham bo'ladi. Perxojasi ham katta olingan. Kuxnya, ponni hamma talabina javob beradi. Yani, kanalizatsiyalarimiz ham şöyle o'tgan, dimoxodlar ham şöyle o'tgan. Bu yerda esa ikki xonali joyimiz bo'ladi. Bu yer ikki xonali. İki kanalı 56 kvadrat joyimiz. Buni ham perxojasi katta olingan. Buni ham 3 xonali foydalansa bo'ladi. Kuxnyani bu yerga chiqarib turib, kuxnyani spalni qilsangiz bo'ladi. Sanuzellarni ham razdельный qilib foydalansa bo'ladi. Katta uzun qilib olingan bular ham. Bu yon tarafimiz esa spalnisi, bu yonimiz esa zali bo'ladi. Zaldan balkona chiqasiz. Buni balkoni bo'ladi. Stadionda futbol konsert bo'lsa, mut bilet bor aholi uchun. Balkonga chiqib ko'raveradigan, ha? Jo'ra kresloni qo'yib, bemalol tomosha qilib o'tiraveradilar. Maktab, bog'cha yaqin bu yerda. Yani bu tomonimizda bog'cha bo'ladi, u tomonimizda maktab bo'ladi, 33-maktab. Hokimiyat, Bo'zqala yo'l, Urganch yo'l bo'yida kelayotsangiz, yo'l ustida Yangi Bozor City domlar joylashgan bo'ladi. Kuxna bo'ladi, ha? Bu yer kuxnyasi ham. Kuxnyasi ham bemalol sho'r yuzida ovqatlanib, dam olish zonalari qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bunyada qurilishlarda shu ikki xil kvartira bormi? Yo'q, Elarbek, bizda 10-12 xil kvartira bor. Mijozlarimiz kelsa, ustunda yurib, hammasini ko'rsatib, danishtirib beramiz. Puli nechik bo'ladi bu? Xalqimizga bir kelishtirib berasizmi? Xudo xolasa, Elarbek, bizda 5 milliondan boshlanadi 1 metr kvadrati, 7,5 millionacha. Klientlarimiz xohishini qarab, remontli, remontsiz, etajında farkı bo'ladi, domunda farkı bo'ladi. Uni mijozlarimiz kelsa, ustunda podrobniy hammasini tushuntirib, danıştırıp beramiz. Subsidiya, kredit hamma narsa bor. Hamma, halol, misol subsidiyasi bo'lsa, keladilar, subsidiya varaqini taqdim etadilar, shuni ilova qilib biz bankaga yuboramiz. Ipoteka krediti bo'ladigan bo'lsa, yillik 17% dan ipoteka kreditini chiqishini ham o'zimiz oldinda yurib, qarashib yordam berib beramiz. Liftlarimiz ishab turibdi. 5 etajli domimiz ham lift qo'yganmiz. Xalqimiz o'ylaganida liftlarimiz eng zamonaviy liftlardan bo'ladi. 2 liniyada qilgan, undan tashqari quyosh panellari ham ulangan. Svet o'chsa, boshqa aytsa muammo bo'lmaydi. Operator xizmatlari ham 15 minut ichida xizmat ko'rsatib beradilar. Har bir dom ustida quyosh panellar qo'ydirganmiz. Quyoshda suv qizdiradigan bollerlar qo'yib qo'yibmiz. Bular ham energiya tejamkorlik narsani beradi. Ham uylarimizni hammasi bazalt kaplama bilan kaplangan. Buni o'zi ham energiyani tejab beradi. Uyni yozda issidan saqlaydi, qishda sovuqdan saqlaydi. İyi ko'rib turganlaringizdek, har bir dom oldinda deski plashatka, balalar o'yingohlari, besetkalar, parkovkalar, trotuarlar qilingan, yechda yoritgich chiroqlari qo'yilgan, hamma ustovya bo'ladi. Shu domimiz o'zida xizmat ko'rish shoxobchalari, magazinlar, hamma sharoiti bo'ladi, xudo xolasa. Bu degani uje kompleks bo'ladi, shu city bo'ladi, shuning ichida hamma ishingiz bitadi, ko'chaga chiqmasdan. Bog'cha, maktab, hamma sharoiti bo'ladi shu o'zida. Arzonroq kvartiralarimiz ham bormi? Bor, arzonroq kvartiralarimiz ham aholi vakillarining o'ylagan holida mijozlarimiz taklif istaklariga ko'ra arzon kvartiralarni qilyapmiz, lekin liftli domimizni planida qilyapmiz. Liftli domimizni planida liftsiz dom quryapmiz. Shuning hisobiga arzonroq kvartira bo'lyapti. Bu ham shu 6 xil kvartira bo'ladi. Baland shu 330 bo'ladi. Podyezdlari shunday ko'rib turganlaringizdan keng mo'llik oladi. Planlari dimzo'r oladi. Buni bir mijozlarimiz bir kun vaqtlarni ajratib kelsalar, hamma domlarimizni 12-13 xil kvartiramiz bor, ko'rsatib, danishtirib, hammasini podrobniy tushuntirib beramiz. Bunyada bu kvartiralarimizni o'tgan safar video olganimizda kommentariyada ko'p odam yozibdi. Nerda ekan mana adreslari, nerda joylashgan deb so'rabdilar. Shuna to'liqroq ma'lumot bersangiz. Manzili Yangi Bozor markazi, Elarbek. Bu yon tarafimizdan bayroq ko'rinib turibdi. Bayroq. Bu yon tarafimizda hokimiyat bo'ladi. Hokimiyatda 300 metr turadi. Birimiz yine stadion. Merkezdeki stadion. Yan tarafımızda yine kotejlikler bo'ladi. Xizmat uylari, hokim ko'cha deydilar bu yere. Şu an tarafdan ham kelsa bo'ladi, bu yon tarafdan kelsa ham bo'ladi.
Məktəb yaxınma verirlər? Məktəb yine 33-cü məktəbimiz doğrumuzda durub yine. Bağça Birini gen planından məktəb işi poliyə düşüşü gerek. Bakçamız yine təyar hoca. yan başdakən, hə? O, yine. Bağçamız Bir var. qadam bakça. Yengibazar Tümen mərkəzində zaman tələblərindən maz halda cəmi 18 dana dom quruluşu bol tuttu. Bu domlarımızdan hazırki gündə 13 təsi tapşırıldı, faydalanışa tapşırıldı. Yenə 3 təsi kurup bitkəziliş cərəyanında, yenə 2 təsi kuruluş cərəyanında bol tuttu. Bu domlarımız 100% pişkən kərüşdən buğan xam əşyaları ötə sifətli, ali nəvli xam əşyalar işlətilib tuttu. Yengibazar City'yə həmmənizin təklif etəmiz, pəstən nomerlərini qaldıramız, bemalal müraciət qılıb gələ verəsilər.